Mana shu Namanganda bo'lgan Ahmadxon degan katta bir domla ustozi kul odam bo'lgan. Shu odamni aytib beradi ustozlar. Yoshligida o'qirgan har kuni ertalab uydan chiqib, onasini oyog'ini o'pib ko'ziga surtib turib chiqib ketar ekan. Har kuni shu ekan ishi. Namanganda o'qish tugatib Buxoroga boradigan bo'ldi. Ustozlar Buxoroga borasan desa, xo'p debdi-yu, Buxorodagi madrasaga. Ammo boshqa tashvish tushibdi. Men har kuni onamning oyog'ini o'pardim. Endi Buxoroga ketsam, qanday qilaman endi? Onani olib ketib bo'lmasa. Hayoliga bir fikr kelib, yumshoq sariq turpoqdan yumshoq loy qildi. Olib kirib, onajon, shuni bir bosib bering debdi. Onasi shunday bosib beribdi. Izi chiqibdi. Optoga olib chiqib, quritib, xaltasiga solib Buxoroga olib ketdi. Har kuni ertalab darsga tushishdan avval shu izni olib bir o'par ekan, keyin kirar ekan. Uni o'rtoqlari, sinfdoshlari ko'rib, nima o'pyapsan, bor ishing bo'lmasin. Ustoziga aytib qo'yishibdi. Ustoz xaltani olib tush debdi. Olib tushib qarasa, odamning izi. Kimning izi bu debdi. Bu debdi, onamning izi debdi. Hamma ishni boshda hammasini aytib beribdi. Har kuni onasini oyog'ini o'pishligini-yu, onasi Namanganda qolganligini, endi izini olib kelganligini. Desa, ustoz hayhot deb yig'lab yubordi. Sen nima qilyapsan bu yerda bolam debdi. Sen nima qilyapsan? Sen yetishib qolibsan-ku. Ilmda avvali-yu oxiri shu-ku. Hamma ilm shu-ku, onalar jannat, onalarning oyog'i tagida degan-ku sen. Sen topib bo'psan-ku bolam jannatni. Yer yuzida hamma millat, hamma din, hamma tuzum ota-onaga yaxshilik qil deydi. Biror bir din yo'q, biror bir tuzum yo'q, biror bir millat yo'q ota-onaga yomonlik qil degan. Sen topib bo'psan-ku bolam. Biz qila olmaganmiz shuni debdi. Sen dunyoga ustoz bo'lishing kerak. Tur o'rningdan. Meni joyimga o'tir. Ustoz joyiga o'tkazibdi. Yo'q desa o'tkazibdi. 1 minutcha o'tirdim yo o'tirmadim deydi. O'rinlardan turibdi-da. Ashu o'tirib turganida Alloh taolo birdaniga qalbiga ilmi laduniy berib qo'ygan. Ilmi laduniy nima? Bir lahzada Xudo sizga hamma ilmni, hadis, Qur'on, fiqh, nima ilm bo'lsa hammasini solib qo'yadi. Bir lahzada olim bo'ldi. Qaytib kelibdi Namanganga. Hammaga dars o'tgan, ustozi kul degan maqomda olgan, hammani ustozi degan. Eshigintagida mana o'sha vaqtda eng rahbarlar yuradigan mashina 24 Volgalar, eshigintagi Volgalar kelib turar ekan. Hamma u kishiga muntazir ekan. Ertalab chiqar ekan, yoshi 60 dan o'tgan o'zini. Onasini oldiga chiqar ekan, shundoq turar ekan. Shundoq qilib turar ekan, qo'lini qovushtirib. Onasi, bolam kutib qoldi, siz chiqing. O bolam, katta odamsiz endi, olim bo'lib qoldingiz, kuttirmang. Yo'q dedi ekan. O bolam, qo'ysangiz endi kichkina odam emassiz. Yo'q. Oxiri onasi, ha bolam qo'ymadingiz-a deb asta chayshab tagidan oyoqlarini chiqarib berar ekan. Bir o'pib ko'zlariga surtib chiqib ketar ekan. Chiqib ketib aytar ekan. Ona, men ular uchun katta odamman. Ular uchun olimdirman. Lekin siz uchun men kichkina bolaman men hali. Deb qo'yib chiqib ketar ekan. Mana onalarning oyog'ini o'pish nima?